orqali O'zbekistonda joriy etilgan tashkilot. 2018-yilda biz shu tashkilotni joriy etganmiz. Muhammad seminar ilovasini o'zimizni man qilgan shaxslar seminarlarga yuklab olib, bemalol siz so'rovlarni qabul qilishlari mumkin. Manda mana hisob raqamim boshqa bankda, kartdan boshqa bankdan masalan. Bu ish tarzim muammo keltirib chiqarmaydimi? Hisob raqamingizni tushirgan bo'lsa, siz ariza qoldirganingizda o'sha bankdagi hisob raqamingizni ko'rsatasiz, qaysi bankligi bizga mijozlarni, hamyurtlarni ishonchini oshirish uchun nimalar harakatlar qildinglar? Ya'ni har doim terminal ishlayotgan odam kelib bugun telefonimga tegizing deganda u yo'q demashligi uchun. Shu savol. Biz sahifalarimizda, akkauntlarimizda shu roliklarimizni chiqaramiz, shunda yangi tizim borligi haqida va merchantlarimizga, ya'ni merchant deganda bu o'sha terminal egalariga ham biz tushuntirib o'tamiz. O'sha qanday to'lov qabul qilish kerakligini, masalan, avtomatik tarzda telefoniga ketkazib ko'rda so'rashsa, masalan, bu xavfsizlik ishonchini ham tushiradi degani. Shuning uchun biz tavsiya etamiz. Qilgan bo'lardim, alohida bitta xodimni ajratsalar, aynan hunarmandlar bilan ishlaydigan, ular misol uchun bilmadim qanchalik iloji bor, bitta alohida nomer bo'lsa, chunki texnik savollar ham juda ko'p bo'ladi.